Assalomualaikum, kutman o'xshab kuningizlar. Hurmatli No'qat xabarchi kanali katılışçıları. Bugün sizlerge No'qat şahrining valyutalarini olib beramiz. Bugungi valyutalarning kurslari bilan tanishtirishcha biz No'qatda yangi hisob ochgan, shu yerdan boshladik. Az banklarga qarshi tinchligimizni az banklarga borib ko'rsatamiz. Bugungi ish kuningizlar yaxshi bo'lansin. Fransiya Kredit Bank'a keldik. Fransiya Kredit Bank'ta rubl bugün tushib ketdi. 12.80 tiyim bo'lib qolibdi. Dollar ko'tarilib, euro tushib ketdi. Fransiya bankda shunday ekan. Islom Bank'a keldik. Islom Bank'ta rubl tushib ketdi. 1.31,5 tiyin ekan rubl. Ha, euro 1 so'm 81 so'm 50 tiyin. Dollar esa 80 so'm 50 tiyin ekan. Islom Bank'ta shunday. Islom Bank'ta shunday ekan. Kurslar ko'rsasak, kurslar 1 so'm 30 tiyin ekan. Qozoq tengi 12 tiyin, O'zbekiston 75 tiyin ekan. Hozir Baychun Bank var. Baychun Bank'ta qanday ekan? Shu yerdan ko'rishamiz. Baychun Bank'a keldik. Baychun Bank'ta 1 so'm 31,5 tiyin ekan rubl. 82.00 dollar, 82.00 euro ekan. Hozir Kırgızistan Bank'a var. Kırgızistan Bank'ta ko'rishguncha Kırgızistan Bank'a gel. Kırgızistan Bank'ta o'zgarish yo'q. O'zgarish yo'q. Şöyle boydan ekan. Hozir Dost Kredit Bank'a boramiz. Dost Kredit Bank'ta qancha ekan? Bu yerda o'zgarish yo'q. Hozir Aziya Bank'a boramiz. Aziya Bank'a keldik. Aziya Bank'ta 82.50 dollar, 82.50 euro, 1 so'm 31,5 tiyin rubl ekan. Hozir Dost Kredit Bank'a boramiz. Dost Kredit Bank'ta qanday bo'ldi ekan? Shundan ma'lumot beramiz. Baychun Bank'ta rubl tushib ketdi. Boqay Bank'ta rubl tushib ketdi. 1 so'm 20 tiyin ekan. $82 so'm 70 tiyin dollar, 83.00 euro, 1 so'm 20 tiyin rubl ekan. Bu yerda rubl tushib ketdi. Şol yerda shuning bilan bugungi ekzamendagi kurslar shunday bo'ldi. Ko'rishguncha tinch bo'linglar. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Xudo ketadi. No'qatdan ko'rishguncha tinch bo'linglar, ertaga ko'rishguncha omon bo'linglar.